Ana zonoq bo'ldi, biz ishimiz ham boshlandi. Biz O'zbekqishloq 11-maktab. Bu yerda 2000 dan ziyod bolachalar ta'lim olishadi. Bizga 11-sinflar qiziq. 11-sinflar bilan test o'tkazayapmiz. Test bu qanaqa test deb so'rasanglar, qalb kasbini topish. Ya'niki bolalarning ichida qaysi taraflari kuchli, qaysi fanlarni yaxshi o'qigan, kelajakda qanaqa kasb egasi bo'ladi, shular haqida bugun test bo'ladi. Planimizda где-то 30 ta 40 ta bolani bugun test olish. Maqsad 6 ta sinf bor bu yerda. 6 ta 11-sinf, 200 dan ortiq bitiruvchi bolalar bor. Hammasini testировать qilib, hammasiga aniq javoblar berish. Kuchli taraflarini. Bizga omad, kuzatishda davom etinglar. Testlar boshlandi. Xudo xolasa bu yerga endi 100 dan ortiq mana shunday maktablarni aylanib chiqib ko'rsatib boramiz.